Assalomu alaykum. Ismoil akkauntining yashil obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-uka do'st birodarlar. Akalar, bugun Namangan viloyati Pop tumani Urumso'roy mol bozorini obzorlarni qilib berishga harakat qilamiz. Yoqqan bo'lsa bittadan like va kutilmachilarni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha yosh buqachalarni obzorlarni qilib berishga harakat qilamiz akalar. Bugun hafta sanasining 23-aprel, haftaning payshanba kuni akalar. Qani ketdik yosh buqachalarni obzorlarni berishga harakat qilamiz akalar. Akalar 85 plyuslaridan 3 ta. Yosh buqachalar. Bu qo'llari ham istagan tuyoqlarida. Buni puli qanchadan ekan aka buni? Puli qanchadan bo'ladi? Chep. Puli qanchadan? 11,5 dan qilyapti ikkovi. 11,5 dan qilyapti ikkalasini. Hop. 12 million 300 qilyapti. Bunisini 12 million 300 savdosi bo'lyapti ekan bunisini. Ha. Kelar. 12 million 300. Endi ustiga ozmoz qo'shganga berasiz. 800 dan 11 yil qo'yib suyug'iga Sotilaveradi. 11 million 800 dan beramiz deyishyapti akalar. O'zolasa telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Yo'q bo'lsa telefon qilaverasizlar, lekin bo'ladigan yosh ko'chachalar ekan. Bo'ybaslar necha chiqadi aka? 80-85 atrofida akalar. O'zolasa telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bo'ybaslarni, yedishlarini o'zlari tashib berishaveradi akalar. Alohida video syomka qilib telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor-a? ruxsatchilik nomer Dastlabki xizmatlar. vodiy bo'ylab Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Vodiydan tashqaridachi? beraveramiz. Vodiydan tashqarida ham kelishaveramiz deyishyapti akalar. Nomerni ayting endi. 93lar 93lar 247 247 20 70 ga telefon qilaverasizlar akalar. Xudo xolasa. Mana ko'chitchilardan tagi sirop a? Bor uyda ham. Tagi sirop olgan akalar. Yaxshi. Akasi bersin. Puli qancha ekan buni buva? 14 million deyapti. 14 million kam bu. 85 plus chiqadi. Bravo. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi. Pul qancha beryapti? 11 million. 11 million savdosi bo'lyapti. Jazman. 11 million berishyapti. Internet orqali ham sotaveramizmi? Telefon orqali ham sotaveramizmi? Telefon orqali sotilmas ekan. Akalar. Yaxshi, avvalambor barakasini bersin. Bugungi bozorlarimizda dollar tagi seroq, pichilik. Mana. Buni bu pullari qancha ekan mana? 1 metr plyuslaridan akalar. 1 metr plyuslaridan. Puli qancha ekan buni? Ikkalasi 28 kami bor. Bo'y bastilari 1 metr plyusdan. Ismoilus kanali. 1 metr plyusdan chiqadi akalar. Savdosi qancha bo'ldi savdosi? 26,5 savdosi bo'lyapti ekan akalar. Mana. Mana. Akalar. Bo'lgan narsalar ekan. Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali ham sotaveramiz deyishyapti. Xolasa, bu raqamlarni qo'yib qo'yamiz, bo'ybaslar, yedishlar, tashib berishaveradi. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Xolasa, dastlabki xizmatlarimiz bor. Telefon raqamini ayting. 95lar 417 7400 ga telefon qilaverasizlar akalar. Bunaqa ko'chatchilardan tagis seroq. Bugunga xolos. Aha. Yaxshi. Mana ko'chatchilar desiga 1 metr plus 95 70 dan santimetrgacha. Puli qanchadan ekan aka? Bo'ladi. 14,5 bu 14 dan kami bor. Kami bor. Mana to'talasini qanchadan berdi? Savdosi bilan to'talasiga 51 so'rayapti. 51 so'rayapti to'talasini. Ha? 1 metr plyuslaridan bittasi. 1 metr plyuslaridan akalar. Mana. Bura korpuslarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi. Internet orqali ham sotaverasizmi? Telefon orqali? Ha. 77 lar. 323 7603 ga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa ko'chatchilardan bor. Yana mana da ikkita kichkinalardan bor. Bo'ybaslar 1 metr plyusdan chiqadi, ha? Har kichkinalardi kichi. Bular 19 so'rayapti.
19 so'rayapti jupini. 20 dan o'tib beraman deb qo'ydim. 19 jupi savdosi bo'lyapti ekan. Qo'ybaslar necha chiqadi bu? Bilmadim bunisi. Qo'ybaslar tashlab berishaveradi akalar mana. Mana shu ach. 75 filus chiqib qoladi atrofida. Nari beri. Yaxshi avvalam bor, barakasini bersin. Bozorda. Voy bu. Qanchadan ekan bularimiz? Qanchadan? 14 dan? 14 dan kami bor? 14 dan kami bor. Qo'ybaslari. 1 metr pilusga 95 pilus chiqadi atrofida. Savdosi qancha bo'ldi savdosi? 13 dan savdosi bo'ldi. 13 dan savdosi bo'libdi akalar mana. Lekin bo'ladigan narsa ekan, ha. Kelasiga. Bo'ladigan majanganda. Qo'llarim istagan yo'q. Yaxshi barakasini bersin. Avvalambor. Yana 1 metr piluslaridan akalar. Qancha ekan buni pullari aka? 15,5 dan. 15,5 dan ketaveradi. Kami bu. Savdosi qancha bo'ldi aka? 13,5 qilyapti. 13 millionga 12,5 savdosi bo'lyapti akalar. Ha. Berishamiz-da. 13 million bunisi savdosi bo'pti, 12,5 bunisi savdosi bo'pti. Lekin bo'ybaslari 1 metr pilusdan chiqadi akalar. Oyoq qo'llari ham yaxshi yoshlardan. Kalla boshlarini ham qator ko'rsatib qo'yamiz. Internet orqali ham sotaveramizmi? Telefon orqali ham? Telefon orqali ham sotaveramiz. Dastlabki xizmatlarimiz har doimgidek bor. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Bo'lsa, bu raqamni ayting. 90 li. 071 3303 ga telefon qilaverasizlar akalar. Xudoolasa ishlarni bitirib berishadi. YouTube'ga qo'yaman. Xudoolasa ishlarni bitirib berishadi akalar. Shu mana. Tagi sira bo'lgan akalar. Mol har doim bor deyishyapti akalar. Yaxshi. Barakasini bersin mana akalar. 1 metr piluslaridan akalar. 1 metrdan tortib 1.5 gacha. Mollarimiz. Bu pullar qanchadan ekan bo'ladi aka? 13,5 dan uchalasini. 13,5 dan savdosi bo'lyapti. Ekanmish. Hozir paytda 13,5 dan savdosi bo'lyapti ekan akalar. Bunisiga qancha berdi? Bunisiga ham 13,5. Tak to'talasiga 13,5 dan savdosi bo'pti-da. Bozorda. Mana, kelar. Internet orqali ham sotaveramizmi aka? Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali ham sotaveramiz deyapti. Xudoolasa dastlabki xizmatlarimiz bor akalar. Kelishib berishadi. Hozirda bozorimizda 13,5 dan savdosi bo'pti akalar. Qo'ybaslari 1 metrdan tortib 1.5 gacha. Mana, kalla boshlaridan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yedishlarga necha kun? Bir hafta garantiyalari bor akalar. Telefon raqamini ayting. 94 429 429 14 11 ga telefon qilaverasiz. 14 11 ga telefon qilaverasiz akalar. Xudoolasa ishlaringni yengil bitirib berishadi akalar. Lekin bo'ladigan ko'chatchalar ekan. Bittasi. Yaxshi avvalomon barakasini bersin. Mana akalar 1.10 piluslaridan akalar. Puli qancha ekan aka buni? 15,5 deyapmiz. 15,5 kami bor. 15,5 kami bor akalar. Lekin 1.10 ha? 15,5 kami bor deyishyapti. Anasini o'zini gap yo'q. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? 14,5 savdosi jazman bo'lyapti. Yevcharga bir hafta garantiyasi bor akalar. Dastlabki xizmatlarimiz ham bormi? Dastlabki xizmatlarimiz ham bor akalar. Xudoolasa yo'lida qilib berishadi akalar. Qo'ybaslarini, yedishlarini, syomkalarni tashlab berishaveradi. Telefon qilsalaring ishlarini bitirib berishadi akalar. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik ekanda, ishonch arzon ekan. Dehqonchilik ekan akalar. Telefon raqamni ayting aka. 95 lik. 95 li. 094 094 67 67 ga telefon qilaverasizlar akalar. 24 ga 7 aloqadamiz deyishyapti akalar. Yaxshi, avvalambor barakasini bersa aka. Puli qanchadan aka bularda? 13 dan kami bor. Bo'ybaslar 1 metr pilusdan akalar mana. 1 metr pilusdan chiqadi. Bo'ladigan boshlarimizda. Savdosi qancha bo'ldi savdosi? 24 jupaga. 24 jupaga savdosi bo'pti akalar. Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali sotilmas ekan. Yaxshi, avvalambor bozorda birgasini bersin.
Puli qancha ekan bunimizni? 15 million kami bor. Bo'ybaslari 1 metr puli chiqadi buning ichiga ham akalar. Savdosi qancha bo'ldi aka? 14 million savdosi bo'lyapti. Internet orqali ham sotaverasizmi? Internet orqali ham sotaverasizmi? Internet orqali ham sotaveramiz akalar deyapti. Xudoolasa dastlabki xizmatlarimiz bor. Dastlabki xizmatlarimiz bor. 7 ishlarga bir xatda garantiyasi ham bor akalar. Xudoolasa telefon raqamini qo'yamiz. Telefon raqamini ayting aka. 91lik 150 2991 ga telefon qilib 93 mi? 29 93 ga telefon qilaverasizlar akalar. Xudoolasa Ashta ko'chachalardan taksi ba? Taksi akalar. Yaxshi. Ismoilus chiqadi aka. Ismoilus. Va qancha bo'ldi aka? Ha, sotaman endi. Tushunmadim. 18. Lekin yaxshi bo'pti barakasi. 18 million. Barakasi bo'pti akalar. Qo'ybaslar 1.15, 1.10 plyus chiqadi. Yaxshi, barakasini bersa bo'laman. Mana. 95 plyuslaridan. Puli qancha ekan bu? Puli qancha? 12 kam bu. Bozor qancha berdi? Bozor 11,5 savdosi bo'lyapti. 11,5 savdosi bo'lyapti ekan akalar buni. Mana. Qo'lada mamajimizdan ekan. Yaxshi, barakasini bersam bu. Avvalambor. Mana katta buqalarga o'tdik. 1.5 dan tortib 1.15 gacha qadar. Yo'q, o'shanda. Qo'ybasizlar. Puli qancha ekan aka buni? Buni tariq oldimizda. 14 million savdosi bo'ldi. Bunisi-chi? 15 million savdosi bo'ldi. Qo'ybasizlar. 1.10 dan chiqadi akalar, qo'ybasizlar. Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali? Ha, internet orqali sotilmasa ekan, telefon tortmadan ekan mana. Xo'p, mana. Bo'lodan ajimizdan. Qo'ybasizlar 1.10 plyus chiqadi. Qo'ybas puli qancha puli? 15 kami. 15 million kami bor akalar. Mana. 15 million kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 14 million savdosi bo'ldi. 14 million savdosi bo'ldi akalar. Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali sotilmasa ekan akalar. Yaxshi. Avvalambor barakasini bersa. Ha. 1.10 plyuslarida akalar. Puli qancha ekan? 15,5 dan qilyapti aka. 15,5 dan savdosi bo'ldi. 15,5 dan 31 savdosi bo'lyapti. Internet orqali ham sotaveramizmi? Internet orqali ham sotaveramiz deyishyapti akalar mana. Lekin oyoq qo'li ham orqa korpuslarni bir qator korpus ko'rsatib qo'yamiz. Orqa korpusi ham butun narsa ekan lekin. Yaxshi. Bunisi ham bir qator ko'rsataylikchi. Hamma narsani orqa narsaga qiziqadi-yu odamlar ham. Shunday-da. Kelar, o'ylach. Xudoolasa telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bo'lmaslarni, yedishlarini tashlab berishaveradi akalar. Ayting telefon raqamni uka. 33lar 368 3000 ga telefon qilaverasizlar akalar. Xudoolasa yengil barakasini berishadi. Dastlabki xizmatlarimiz bor-a? Dastlabki xizmatlarimiz bor akalar. Yaxshi, avvalambor barakasini bersin. Puli qancha ekan aka buni? 14 bersin deyapti. 14 beryapti bozor. Bozor 13 beryapti. Bozor 13 million beryapti, 14 kam bor. Qo'ybasizlar 1.5 plyus chiqadi. Akalar. Mana. Mana. Orqa korpusi ham butun narsa ekan. Yaxshi, avvalambor. Internet orqali ham sotaverasizmi? Internet orqali sotilmas ekan akalar. Yaxshi, avvalambor. Ismoilus aka kanal. Ismoilus. Xudoolasa akalar yosh buqachalarni arzonlarga berishga harakat qildi. Yoqqan bo'lsa bittadan like tirsillatib urib qo'yinglar. Xudoolasa har bitta bozorlarni obzorlarga berishga harakat qilamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ismoilus akkauntiga obuna bo'lishingizdan chiqmas akalar.